Yo, boshqa joy ekan. Ha, yurqam. Mana shunisiga ham kirib ko'ray. Chiqmagan jonni olmaydi. Ha, kirib ko'r bolam. Assalomu alaykum ona. Va alaykum assalom. Nimadir izlayapsizmi? Ha. Ikromjon degan uylari bo'lardi shu ko'chada. Ha, Ikromjon aka qassobmi? Ha, ha. Mana yo'lni oxiridagi chap qo'ldagi eshik, darvoza. Voy, rahmat o'g'lim. Rostdanmi? Bu yoq emas ekan. Bo'ldi, Yo'lda men yo'q ekan. topdim bolam, ketdik. Yo'q, topdingizmi? Ikrom aka qassob so'rab kelishibdi. Mazalari yo'q deb menimcha ko'rgani kelishdi. Mana Oybek akaning to'yi zo'r bo'libdi, blogerda. Shu uyni aytdi, chap qo'ldagi dedi. So'raymiz. Uyda bo'lsin ish qilib. Mana shu bo'lish kerak. Sharof Rashidov, shossi 49. Ikrom aka. Hozir. Hozir. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Keling. Ikromjon aka siz bo'lasizmi? Menman, tanimadim sizni. Men Sobirjon o'rtog'ingiz o'g'liman. Ha, kelsan-da. Kir qani? Ona, Assalomu Va alaykum assalom. Kelinglar, kelinglar. Alloh tinchlik omonligini bersin. Xush kelibsizlar mehmonlar. Xushvaqt bo'ling. Nima xizmatlar bilan keldingiz? Bizga nima xizmat bor? Ikrom aka, otamni eng yaqin o'rtog'i bo'lgansiz. Otam kasal bo'lgan ekan. Shu haqida bilarmidingiz? Otang menga bir narsa tashlab ketgan omonat. O'g'lim mabodo kelsa topshirasan shu omonatni deb hozir olib chiqib beraman. Odam borki sog'inch bilan yashar ekan, yosh boladay ovunch bilan yashar ekan, yurishlari juda o'xshar ekan. Qaranglarchi, balki kelgan otamdir. Topa olmay qoldim tarafdorimni, borligimga bitta sababkorimni. Bir ko'rishga berar edim borimni. So'ranglarchi, balki kelgan otamdir.